Assalomu alaykum savdo sayohat kanali obunachilari. Bugungi sanamiz 9-aprel. Yangi do'konimizga narsalarni sekin joylayapmiz. Xudo xolasa bir 3-4 kunda ochilish bo'ladi. Ertaga Xitoydan katta partiyada tovarlarimiz keladi. Sekin mana joylayapmiz. Yangi do'kon xudo xolasa kelaverasizlar. Manzilimiz Andijonning Shahrixonida. Bu yerga ham ajoyib narsalar o'rnaydi. Hali rejadagi ishlar bo'lgan yo'q. Bu yoqqa ham alohida bir rejamiz bor. Ertaga indinga tayyor bo'ladi bu ham. Undan tashqari mana bu yoqlarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerlar ham sekin to'ldirilyapti. Optimga ham, donaga ham bo'ladi bu pastellar. Bu tomonlar xudo xolasa parfyum narsalarga to'ladi. Xudo xolasa 3-4 kun ichida ochilishlari bo'ladi. Ochilishlardan ham videolarni joylab tashlaymiz. Nomer ham qoldiramiz. Mana shunaqa pastel, sochiq, dasturxonlar keladi rasa. Sotuvchilarni ham hamkorlikka chaqiramiz. Xitoyga boruvchilarni Xitoyga olib boramiz. Assortimentlar juda ko'p. Hali men o'zim mart oyida Xitoyga borib kelganman. O'shundagi tovarlarimiz ertaga keladi, xudo xolasa kelsa, ularni ham joylab sizlarga zo'r video qilamiz. Nasib bo'lsa, bizni kuzatishda davom etinglar. Asosiysi mana shu savdo sayohat kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'ysanglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib, doim yangi video joylaganimizda sizlarga ko'rinib turadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.